Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 12-chaqiriq 10-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya majlisini Respublika Oliy Kengashining raisi deputat Yo'ldoshev ochdi. Sessiyaning kun tartibi tasdiqlandi. Deputatlar O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning Respublika hukumatı o'tkazayotgan ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari, iqtisodiy va ijtimoiy ahvol, mavjud obyektiv qiyinchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi axborotini tingladilar. Prezident o'z nutqida ichki siyosiy barqarorlik va xalqimizning mehnatsevarligi iqtisodiy tanglikdan chiqishning garovi ekanligini ta'kidladi. Sessiya kun tartibidan shu kunning eng dolzarb masalalari o'rin olgan. Deputatlar ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan qonunlarning loyihalari bilan avvaldan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasi loyihasi, mudofaa to'g'risida, qurolli kuchlar haqida, O'zbekiston Respublikasining milliy pul birligini tayyorlash va muomalaga kiritishga doir tadbirlar haqida fikr yuritdilar. Sessiya majlisida O'zbekistonning yangi davlat gerbi qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimovning taklifiga binoan Afg'oniston Islom davlati rahbari Burxoniddin Rabboniy 13-15 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi. 13 oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimov bilan Afg'oniston Islom davlatining rahbari Burxoniddin Rabboniy o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Ikkala davlat rahbarlari keng ko'lamdagi masalalar yuzasidan o'tkazilgan fikrlashuvlar foydali bo'lganligini ta'kidladilar. Tomonlar oliy darajadagi o'zbek-afg'on uchrashuvi O'zbekiston Respublikasi bilan Afg'oniston Islom davlati o'rtasida davlatlararo munosabatlarni qaror toptirish va rivojlantirish yo'lida muhim bosqich bo'lganligini qayd etib o'tdilar. Shu davlatlarning xalqlarini tarixiy qardoshlarcha do'stlik va hamkorlik rishtalari bog'lab turibdi. O'zbekiston va Afg'oniston rahbarlari Afg'onistondagi voqealarni muhokama qildilar. Afg'oniston Islom davlati rahbari chet eldan bo'lgan agressiyaga qarshi 14 yillik kurashdan keyin mamlakatda vaziyat barqarorlashishi uchun muayyan vaqt lozimligini aytib o'tdi. Tomonlar o'zlariga qo'shni mamlakatlardagi vaziyatni muhokama qilib, uni tez fursatda barqarorlashishiga umid bildirdilar. Muzokaralarda O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasida turli sohalardagi ikki tomonlama munosabatlarning ahvoli mufassal ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi va Afg'oniston Islom davlati o'z munosabatlarini hech qanday tashqaridan bo'ladigan vositachilarsiz, yuzma-yuz, ochiq ko'ngil bilan bir-biriga birodarlik, yaqin qo'shnilar sifatida amalga oshirishga kelishdilar. Burxoniddin Rabboniy prezident Islom Karimovni rasmiy tashrif bilan Afg'onistonga borishga taklif etdi. Taklif minnatdorchilik bilan qabul qilindi. Tashrif muddati diplomatiya yo'li bilan qo'shimcha ravishda kelishib olinadi. Ajdodlarimiz asrlar mobaynida yon qo'shni, jon qo'shni bo'lib yashab kelganlar. Yalpi qatag'on yillarda muhojirlikni ixtiyor etgan vatandoshlarimiz u yurtda panoh topdilar. Ularning aksariyati Afg'onistonda muqim yashab qolganlar.
suhbat chog'ida jurnalistlarning barcha savollariga batafsil javob qaytarildi. Cumhuriyet Prezidenti Mahkamasining majlislar zali O'zbekiston hayotidagi juda ko'p muhim voqealarning shohididir. O'zbekiston davlat mustaqilligi to'g'risidagi bayonot xuddi shu yerda qabul qilindi. 31-avgustda o'tkazilgan 12-chaqiriq O'zbekiston Oliy Kengashining navbatdan tashqari 6-sessiyasida jonajon Jumhuriyatimizning davlat mustaqilligi masalasi muhokama qilindi. Sessiyani Oliy Kengash raisi Yo'ldoshev ochdi. Deputatlar O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risida, Respublika prezidentining farmonlarini va Oliy Kengash rayosatining ba'zi hujjatlarini tasdiqlash to'g'risidagi masalalarni muhokama qildilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Karimov O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi to'g'risida ma'ruza qildi. Ma'ruzani muhokama qilishda xalqimizning sevimli shoiri Abdulla Aripov, taniqli shoir Muhammad Solih, Toshkentdagi 22-son bolalar uyining direktori Xlebushkina va boshqa deputatlar qatnashdilar. Sessiyada O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Deputatlar taklif etilgan namunalarni har tomonlama muhokama qildilar. Konstitutsiyaviy komissiyaning mutaxassislar guruhiga ushbu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirish va navbatdagi sessiyaga Respublika davlat bayrog'ining namunalarini taqdim qilish vazifasini topshirish to'g'risida qaror qabul qildilar. Deputatlar Oliy Kengashning Respublika davlat mustaqilligi to'g'risidagi bayonotini qabul qildilar. Tegishli qarorga muvofiq O'zbekiston SSRning nomi O'zbekiston Respublikasi deb o'zgartirildi. Mustaqillik belgilangan kun 1-sentyabr 1991-yildan boshlab bayram kuni deb e'lon qilindi. Bu kun dam olish kuni deb hisoblanadi. Shu kuni O'zbekiston prezidenti Karimov jurnalistlar bilan uchrashdi. O'zbekiston Oliy Kengashining Jumhuriyat davlat mustaqilligi to'g'risida qonun qabul qilgan navbatdan tashqari 6-sessiyasi yakunlanishi bilanoq o'tkazilgan bu uchrashuvda ommaviy axborot vositalarining rahbarlari, ro'znomalar va oynomalarning, radio va televideniya xodimlari, ittifoq nashrlarining O'zbekistondagi muxbirlari, Washington Post gazetasining muxbiri Jim Rupert qatnashdi. Jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda bundan buyon O'zbekiston siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustaqildir. Endilikda u qardosh respublikalar bilan ham, chet el davlatlari bilan ham teng huquqli davlat sifatida aloqalar bog'laydi deb ta'kidlandi. 14-sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Kommunistik partiyasining favqulodda 23-sezdi bo'lib o'tdi.
O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi kotibi, O'zbekiston Respublikasining prezidenti Karimov ijtimoiy siyosiy vaziyat va respublika partiya tashkilotlarining vazifalari to'g'risida ma'ruza qildi. Ma'ruza yuzasidan muzokaralar bo'lib o'tdi. Delegatlar O'zbekiston Kompartiyasi favqulodda 23-qurultoyining bayonotini va qarorini qabul qildilar. Bu hujjatlarda O'zbekiston Kompartiyasi KPSS tarkibidan, uning barcha tashkiliy tuzilmalardan chiqqanligi ta'kidlangan. Markaziy organlardan o'z vakillarini chaqirib olishi ko'rsatilgan. Mavjud sharoitda O'zbekiston Kompartiyasi hozirgi holida ish olib bora olmaydi hamda sifat jihatidan yangi siyosiy tashkilotni, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini tuzishni, uni kommunistik partiyaning huquqiy vorisi deb e'lon qilishni zarur deb hisoblaydi. Qabul qilingan bayonot va qarorga muvofiq yangi partiya ta'sis qurultoyini chaqirish yuzasidan tashkilot komitetining harakat dasturi, nizomini tayyorlash va tashkiliy tuzilmalarni ishlab chiqish komissiyasi tuzildi. O'zbekiston Kommunistik partiyasining favqulodda 23-syezdida O'zbekiston Respublikasining prezidenti Karimov yakunlovchi nutq so'zladi. iyul kuni O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov madaniyat va xalq ma'rifi xodimlarining katta guruhiga SSSR va O'zbekiston Jumhuriyati davlat mukofotlarini topshirdi. Mukofotlarni topshirish marosimida hukumat rahbarlari, madaniy jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. O'zbek hujjatli kinosiga tamal toshini qo'ygan, uning dovrug'ini butun dunyoga yoygan kinosan'atkor Malik Qayumovning nomini kinoshunos olimdan tortib oddiy tomoshabingacha yaxshi biladi. Malik Qayumovning sotsialistik mehnat qahramoni unvoni bilan taqdirlanishi uning san'atiga, samarali ijtimoiy faoliyatiga berilgan munosib bahodir. Lenin ordeni hamda sotsialistik mehnat qahramonining O'roq va Bolg'a oltin medali Malik Qayumovga topshirildi. Said Ahmad, O'tkir Hoshimov, Po'lat Mo'min kabi xalqning sevimli qalamkashlariga ham mukofotlar topshirildi. Sovet adabiyotini rivojlantirishdagi katta xizmatlari uchun Said Ahmad Lenin ordeni bilan taqdirlandi. Po'lat Mo'min va O'tkir Hoshimovlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi degan sharafli unvon berildi. Jumhuriyat prezidenti Karimov Toshkentdagi 22-maktab direktori Hakimjon Hoshimovga, namanganlik muallim Obidovga SSSR xalq o'qituvchisi unvonini topshirdi. Aktyorlik san'ati va mahorati bilan teatr muxlislarini o'ziga rom etgan Sora Eshonto'rayevaga Oktyabr revolyutsiyasi ordeni topshirildi. O'zbekiston prezidenti Karimov mukofotlanganlarga sihat salomatlik, baxt saodat, ish muvaffaqiyatlar tiladi. Mukofotlanganlar mehnatlariga yuqori baho berilganligi uchun minnatdorchilik izhor qildilar. Xalq farovonligi yo'ldagi ishlarida kuch g'ayratlarini ayamasliklarini ta'kidladilar.